Shayton aytar ekan: agar men bandaning ustida bir ishni uddalay olsam, uning har qancha ibodatu saxovatiga e'tibor qilmayman der ekan. Agar bandani kasbida, ishida haromga yo'llay olsam, u qancha namoz o'qisa ham, saxovat qilsa ham e'tibor qilmayman der ekan. Kasbida, ishida haromga yo'llay olsam deyapti. Nega? Ertaga shu topgan puliga umraga, hajga boraman deydi, yo ota-onasini yuboraman deydi. Shu topgan puliga qo'y olib qurbonlik qilaman deydi. Shu topgan puliga bozor qilib roza keldi, roza tutaman deydi. Shu topgan puliga egniga kiyim olib libos kiyadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: bandaning egnidagi libos 10 dirhamga kelgan bo'lsa,